Yaxshi insonlar, shu ovqatni ko'rib turibsizlar, mana akam mazasi yo'q, shu 4 ta kasal, vaqtida mablag' yetisholmay davlat olmayapmiz. Qo'lingizdan kelgancha yordamlaringiz ayamasalaringiz. Shu akamni yotganiga shu ko'p yil bo'lyapti. Akam shu kasalni mablag' yetishmagan davolamayapti. Shu qo'lingizdan kelgancha yordamlaringiz ayamasalar, bizlarni to'g'ri tushuninglar, bir xil to'g'ri tushunadi, bir xil noto'g'ri tushunadi bizlarning kasalni. Biz majburdan chiqyapmiz shu kasalni yaxshi bo'lish uchun, ovqatimiz yaxshi bo'lib turishini, bizga katta mablag' kerak bo'lyapti. Shu kasalimizni katta dorilar qimmat, ololmayapmiz. Imkon qadar davolanib kelyapmiz, lekin katta mablag' yetishmayapti. Katta mablag' kerak bo'lar ekan bu kasallikka. Qo'lingizdan kelgancha yordamlaringizni ayamasalar, akalar, opalar, qo'lingizdan kelgancha videoni tarqatib, keng ommaga tarqatib qo'yinglar, iltimos. Qo'lingizdan kelgancha yordamlaringizni, akalar, sizlardan xursand bo'ladim yordamlaringizni. Shu kasalga yordam bersalar, sizlarni bir umr duo qilaman. Shu kasal duosi o'tadi, sizlarni ishlaringizni doim qo'llab yursin. Yaxshi insonlarni qo'llari duoda bo'lar, shu kasallik nasib bo'lsa yaxshi kutar, Xudo xolasa. Imkon qadar hamma narsaga yangilik yaralib kelyapti, shu kasallikka ham davo chiqyapti, Xudo xolasa. Qo'lingizdan kelgancha yordamlaringizni ayamasalaringiz, yordam berib turinglar shu kasal yaxshi bo'lishiga. Sizlarga duo qiladi shu kasallar. Assalomu alaykum yaxshi insonlar. Bizani sog'ayib ketishimizga yordam beringlar. Iltimos, akamni ahvol toza og'irlashib kelyapti. Iltimos, yordam beringlar. Qo'llaringizdan kelsa, qo'llaringizdan kelmasalar bosinglar. Iltimos, yordam beringlar musofirlar. Iltimos, sizlarni Allohim qo'llasin. Iltimos. Mani Instagramga obuna bo'lishlaringizni so'rayman, akalar, opalar, singillar. Mani Instagramda videoni qoldiraman, videoga Instagramimga obuna bo'lishlaringizni iltimos qilib qolaman. Hammalaringiz Instagramga o'tishlaringizni so'rayman.